Sizga mazza deb, mazza qilib yashaysiz, bo'laysiz. Yana borib etib o'tirmang. Yo'q, voy meni bilasizlar-ku. Voy bilganimiz uchun aytyapmiz, opa. Yo'q, menga o'zingizga ishonganda ishonsanglar bo'ladi. Ovsinjonlarim boshimdan o'tgan. Xudo haqqi hech kimga aytmayman. Shuncha gapni gapirib. Yo'q, men unaqa emasman, yo'q. Opa, bekor o'zi shunga aytdi-da. Og'zida gap turmaydi buni. Voy, mayli, yoshlari katta bo'lib qolgan-ku. Qasam ichdilar-ku, aytmasalar kerak. Hurmatli erimni qarindoshlari, mana ikkita it o'sinim sizlarni chaynay yuribdi, hamma bilsin. Altida yoziladigan dasturxonimga taklif qilaman. Chiqsanglar nima deganlarini yaxshilab aytib beraman. Hamma eshitsin, bilsin. To'xtang, oyijon. Kechiring bizani. Ay, To'xtang, tushunmovchilik bo'ldi. Biz shunaqa gap gapirganimiz yo'q. oyijon, Kecha keling o'tirib gaplashib olaylik. Kechiring oyijon. Opajon, nima qilamiz endi? Qayerga boramiz? itma degandim shuncha o'sha itga. Bilardim o'shani itligini. Endi nima qilamiz, opa? Qayerga boramiz? Naqadar baxtsizmiz. Bu videoni shunaqa it ovsininglarga jo'natib qo'yinglar.